Siz oğluysunuz. Siz kimning o'g'lisiz? Azam akam kimning o'g'li? Hozir nimani? Fakirlar. Bu bütün bobolaring meni mana kaftida ko'tarib, meni bekin nimaga bu chaqirishib keldi ekan? Bu shaydoliklar qayerdan shaydo bo'lib qoldi ekan desam, bu arvohlar tilab qo'ymoqda. Bu Mirzo tog'omlar, G'ulom tog'omlar, Azam tog'omlar, oxun burgatlar bizni o'p-o'pini qilib olib yurgan. Ablahat qori, ablah. To'g'rimi? To'g'ri, barak, amin. To'g'ri deganlar Xudoyo shu. Aytgan zotlarga Xudo rahmat qilsin. Ularning ruhi shod bo'lsin. Arvoh to'ymaguncha tirik to'ymaydi. Buning uchun ularni xotirlab, yodlab, eslab turish kerak bo'ladi. Har bir inson o'zini o'tganlarini. Rahmat. Mana Hoji Akbar juda bir chiroyli, aqlli, dono, bilimli, ma'rifatli bola bo'libdi. Ular bo'lishligi ashu bobolar sabab. Bizlarni ko'rib ixlos qilib, e'tiqod qilib, o'g'il ko'rsam, nevara ko'rsam shunaqa bo'lsin deb Xudodan so'ragan, shuning uchun bo'ldi. Men ichkarida aytdim. Nima dedim? Har bir narsa kasod bo'ladi. Ilim yo'qolmaydi. Yo'q, hozir shunday. Har bir narsani bozori o'ladi. Ammo bir narsa borki, buni otini ilm deydi. Bu ilm ho diniy bo'lsin, ho dunyoviy bo'lsin. Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, bu Alloh taolo nuri. Bu ilm o'lmaydi. Juda farosatli bo'lgan Shamsod Oberlitdan ham Krausga o'xshagan zo'r yigit bo'ldi. Xudoyo go'zal yigit bo'ldi. Qalbi ham go'zal, so'zi ham go'zal, o'zi ham go'zal. Nima uchun? Mavlo ko'rinam, naylarsa go'zal aylar. Xudo go'zal va go'zallikni yaxshi ko'radi. Bu go'zal sifat bilan, go'zal siyrat bilan mana muallim ustozlik bo'lar ekan. Bolalarni o'qitasam arab tiligami? Har tilni bilu bani odamajondir. Til vositay robitay olamayondir. Odam til bilmasa o'likka o'xshaydi, tilga o'tayapti. Barakalla, bu shahrixoniylarni xazoinil maoni qilib, xulqi qur'oniy qilib, yaxshi ta'lim, tarbiya, ulug' ustozlarning ustozi avval bo'lib ketadi. Allohu akbar. Endi yana nima deyapmiz?